Strapga tushami, balo olami, nima bo'lsa ham uni gen olgan odamni o'ziga boradi. Sizga endi hech qanday muammo keltirmaydi. Qanday eshityapman-ku, ha, lekin men uncha qilib tushunmayman. Ya, shunday, aniq shunday. Chunki mashina haqida gaplashaman desangiz, mashina men nomidagi mashina ham 100 dan oshiq. Oho, bir kunga men ham dabdala bo'lib ketaman o'tirish. Shu boyagina ziyofat boyagini tashib qo'yib deb sizdan berib ketaman deb dakim. Endi qarang, endi u 6 soat qilsa o'zi yaxshi qilsa 10 million lishni xarajatda. Keyin men sizdan kutib qolaman uni. Hozir gen bermayman siz juda arzon so'rayman. Bir so'm bo'lsa ham sizga bo'lsin aka. Bari ham bor-da, o'zingizga foyda. Shunday desam shetib ham tushundim. O'zingizga foyda aka, gen bersangiz. Bitta sal balandroq sota olasiz-da. Nech pul deyapsiz o'zi? 110 deb. Ye? Ha, Ha aka. arzon. Hamma 150 deyapti. Siz ne 110 deyapsiz? Bizga 110. Yo'q aka. Barakasini bersin. Ha, bilaman. Qayerga ekan kraska? Ishi kirila. Oldi yaxshi turibdi, oldini ko'rdim. Mashina narxini bunday aytyapsiz aka. Chin bunday baland aytyapsiz. Uncha emas, baland. 21, 20 larni ko'rayotganmisiz? 90, 95 kraskasi yo'qlari, zo'rlari, zo'r kelib qolsa 100 gacha eng zo'ri. Kamgina yurgani 21 larni. Hozir siz 20 kraskaliklarini 110 deyoryapsiz-da. Bunday narx yo'q, Instagramga ham qo'yib boraman savdolarni. Yaxshi tomonlari bor, bir qo'l bilan o'zim probik kam. Yiqiri benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Hamma joy radnay. Tomonlari ham bor-da. Yana 20 bo'lgan bilan. O'sha tomonlarni ham o'ylab bir 80 desangiz bo'lmaydi. Yaxshi tomonlarni. Bu sizdan boshqa hech kim foydalanmagan, birov ham foydalansin. Faqat men foydalanay, keyin o'zim bo'lay deydi-ki. Bering buni bironta ham foydalansin. Unday baland narx aytmayman-da. Nech pul deysiz xo'p? Kelishtiramiz degan 80larimiz chiqadi. To'ppa to'g'ri, 80 ga baland. Mang. Ismingiz nima edi? Asli. Asliddin aka. Asli qayerdansiz? Samarqand Nuroboddan, Saxobadan. Ha, bo'ldi. Nomeringizni qaramayman-ki. 30 mehmon ekansiz. Nima ya bu baland aytyapti bu yoqda deyaptim men. Aytashroq aytmaysizmi? Samarqanddanman demaysiz. Mana nomeringizni qaramayman odam ko'pligi. To'g'ri, Samarqanddan bo'lsangiz, to'g'ri, sizlar tomonga ancha mashina baland. Qarang, bir narsa. Mayli mehmonsiz, lekin past ko'rib so'radi demang. Ya. Men mehmonlarni mashina mehmon otangday ulug' deydi. Men biz hurmatni yaxshi qilamiz. Qashqadaryo xalqi juda yaxshi xalq. Men Qashqadaryoga tug'ilganimdan faxrlanadigan yigitdan biri menman. Chunki juda yoqadi. Qashqadaryo xalqi ham yoqadi, yaxshi ko'raman. Mehmonni ham hurmatini joyiga qo'yamiz, amaki bizni. Endi eshiting. Bir narsa-da. Siz aytgan narxlar ancha baland, mehmon ekansiz, to'g'ri. Qashqadaryodan bo'lsangiz, to'g'ri, nima baland aytibsiz deganimda deyishingiz kerak edi. Mehmon ekansiz, sizlar tomonga baland. Men o'z olish niyatim yo'q edi, lekin so'rayman. Bo'ladi desangiz. Qosim mayli 80 millionni o'zi olib qolaman, lekin olish niyatim yo'q edi. Hozirgacha ham 80 ga olish niyatim yo'q edi. Mehmon ekansiz. Bo'lsa bering, 80 million beraman. Nima qo'yamiz? Ya, aka, chiroyli narx so'radim. Ya, mayli chiroyli. 1 so'm, yarim so'm qarsini narxidan baland qilib so'radim. Sen nima qo'yamiz? Aytgandek, ko'rmadi qilamiz bir-birimizni. Yo'q, unday demang, unday demang. Ha, harakat qilamiz, shoshmang. Shoshmang, harakat qilamiz, mayli. 80 ga bergisi kelmasa, sal mundayroq qilib aytib ko'rarmiz. Men olmasam, el olsin. Shu yergacha keldingizki, bir niyat bilan kelgansiz. Bir 5 kilometrdan kelayotganingiz yo'q-ku aka. O'sha yerdan kelyapsiz. Alloh hurmat qilganda ham hurmat qilar. Men qila olmasam, Xudo ziyoda qilsin. Aka, bitta ko'ring-da. Nech pul qilib bera olasiz? Siz hozir narxingizni qarab bir narsa deyish qiyin. Yo'q, aytavering. Men shuncha deb ayting, men aytib ko'raman aka. Mehmon odamsiz. Faqat nima deydi? Insof sari baland parvoz qilmasa, ayting, aytib ko'raman. Buni 197 qilib bera olaman. Ana keling, bitta ish qilamiz. Mayli, bitta ish qilamiz aka. Mol sizniki. Olgunizcha pul qo'shmaganman. O'zingiz mehnatingizga olgansiz aka, bilaman. Endi narxlar arzonlashdiki, arzon sotish hammaga qiyin. Ko'pala puldan zarar, hammaga zarar. Ya, iloji yo'q. Endi iloji yo'q. Ha, otangizga rahmat. Eldan chiqib bo'lmaydi.
Yani isdan chiqargan bozorga qarab sotib. Eldan chiqib bo'lmaydi. Keling bir ish qilaylik, mayli. Men 80 so'radim, bergisi kelmadi, past dedingiz. Xo'p. Mani savdom to'xtadi. Men kemadan tushdim. Sizni kemangizga mindim, tasavvur qiling. Endi men sizga yordam bermoqchiman. Bitta ko'ring, hech bo'lmasa aka shu mashinani 90 million ham deb ko'raylik. Agar oluvchi bo'lsa, menga pulingiz kerak emas, jon aka. Olgandan ham, sotgandan ham pul so'ramayman. Rosti ko'ring. Bir 90 million ham deylik, 3 ta detalli kraskasi bor. Yo'q, 90 million. Qisqasi bo'lmaganga ham 95 ta sotib ketaman deb deganingiz. To'g'rimi? Endi yuzida ko'nglim 4 ta balonani 3 million o'tib jar. Gaz ham yo'q. Gazsizchilar, men gazsiz. Yo'q. Siz mindingizda. Endi hamma sizni qilganingizni qila olmaydi-da. Siz bir taksilik qilmagansiz aka. Endi 90% odam tirikchilikka oladi. Boyagi taksi qilay deydi, u qilay deydi. Shu mashinaning orqasidan kun ko'ray deydi, ro'zg'ori ko'pchilikni mashina o'tqaradi ro'zg'orini aka. O'shanga aytaman, aka. Hech bo'lmasa bir 95 ham aytib ko'rayman. Aytaman, keyingi mashinaga o'taman aka. Aytib ko'ring shu. 95 deyapsiz. Ha, balkim kimdir olar. Ishingiz bitsin aka. Mehmon odam ekansiz. Men iyni o'zimga og'rigan iynam birovga suqtirgan qo'ymayman. Ya 5 ham deng qani, agar 95 la sotsangiz menga bir 3 kunlik haq bering Samarqandga olib borib. Hop. Ayting qani aka. Xo'p. Akalar ko'ringlar, 2020 mexanika Cobalt. Kraskasi 2 ta eshik bilan orqa krilosiya. Bir tomonga, qolgan joyi radnoy. Mashin benzinga yurgan, hali ham benzin. Yurgani 50 mingdan oshgan. 95 million bo'lsa beraman deyapti ega. General davriniz chiqadi. İçimizga 95 millionga oluvchi bormi? 2020 mexanika Cobalt benzinga yurgan. 3 ta detalli kraskasi bor. To'shni ma'lumot olinglar. Agar kimgadir to'g'ri kelyapsa, mehmon ekanlar. Bir qo'l minilgan mashin. Bormi ichimizga oluvchi 95 million naqd pulga? Endi bunday qiling. Mehmonsiz, siz birdan chiqib ketmang. 5-10 minut turing. Baribir kimgadir to'g'ri kelar, menga to'g'ri kelmasa.